Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi raskladimiz iyun oyida nimalar bo'ladi? Xo'p, shu haqida mavzumizni ko'ramiz. Iyun oyida nimalar bo'ladi? Iyun oyida nimalar bo'ladi? Iyun oyida, iyunning boshlanishida kimnidir o'tmishimiz haqida o'ylayapmiz, qilyapmiz, tashvishlanyapmiz. Qanaqadir muammolarimiz bor, o'sha narsalarni hal qilishga urinyapmiz. Ish yo'llarimiz, omad yo'llarimiz yopiqliklari uchun iyunning boshidan o'ylovlar, tashvishlanayotganimiz haqida aytib bermoqda. Xo'p, harakat qilyapmiz. Iyun oyining boshlarida harakat qilishimiz, qanaqadir ishlar bilan bo'lishimiz, qanaqadir narsa haqida o'rganayotganimiz, o'sha narsa bo'yicha tajriba orttirayotganimiz haqida kartalarimiz bizga aytmoqda. Iyun oyida o'rganayotgan narsalarimizni astoydil o'rganishimiz kerakligi haqida kartalarimiz gapirmoqda. Hamma ish yo'llarimiz, hamma narsamiz joyiga tushib ketadi. O'tmishdagi insonga bog'lanib qolmasligimiz haqida kartalarimiz gapirib bermoqda. Umid bor. Harakat qilsangiz, siz o'ylagan natijaga erishasiz. O'ylagan niyatlaringiz amalga oshadi. Iyun oyi boshlanish oyi, iyun oyi harakat oyi siz uchun bo'ladi. Munosabatlarda juftingiz sizni oldingizga kelish haqida o'ylayapti, tashvishlanyapti, siqilyapti. Siz bilan uchrashmoqchi bo'lyapti, uni xayollaridasiz. Sizga bo'lgan sadoqatini, mehrini sizni yoningizga kelgandan keyin ko'rsatishni xohlayapti. Yolg'izsiz tabiatdan siqilyapsiz, tashvishlanyapsiz. Menimcha bu kartani tanlaganlarda, ko'rayotgan insonlarda uchinchi shaxs borliklari haqida ham aytilyapti. Uchinchi shaxs bor. O'sha inson ikkita o'rtaliq, ya'ni oraliqda qolib ketgani haqida kartalarimiz gapiryapti. Kartalarimiz yana nima demoqda? Sog'ligingiz bo'yicha muammo borligi haqida aytmoqda. Doktorlik bo'lishi ham mumkin. E'tibor berishingiz, o'zingizni qadrlashingiz, ko'p siqilavermasligingiz haqida kartalarimiz gapirib bermoqda. Siz o'ylagan niyatlaringizga yetasiz. Boshlanish oyi, harakat oyi, sabr toqat qilsangiz, o'ylagan harakatlaringizga, o'ylagan natijalaringizga harakat qilsangiz, hammasi joyiga tushib ketish haqida iyun oyida aytib bermoqda. Nimadan ehtiyot bo'lishimiz kerak? Nimadan ehtiyot bo'lishimiz kerak? Xo'p, pullarimizni sarf xarajat qilishimiz haqida ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xo'p, ayol kishidan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Iyun oyida ayol kishidan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Pul yo'llaringizda, iyun oyida pul yo'llaringizda, boshlanishida pul yo'llaringizda ozgina daromadlaringiz asta-sekin kelish haqida aytyapti. Boshida oz-ozdan keladi. Xo'p.
ish yo'llaringizda asta sekindan keladi. Ko'z nazardan ehtiyot bo'lishingiz haqida gapirib bermoqda. Munosabatlaringizni har kimga ham aytmaslikda, ish yo'llaringizda pul oqimi qaysi tarafdan qanday kelishliklar haqida hech kimga gapirmasligingizni kartalar aytib bermoqda. Pul yo'llaringizda sizga har qanaqa toshlar otilishi mumkin, har qanaqa gap so'zlar bo'lishi mumkin. Hech narsaga e'tibor bermasdan, hech narsaga qaramasdan o'rganayotgan narsangizga yetishgunizgacha sabr toqat qilsangizgina sizga pul yo'llaringiz, omad yo'llaringiz iyun oyida kelishiga, ochilishi mumkinligi haqida kartalar gapirib bermoqda. Xo'p. Iyunda oxirida iyun o'rtalari va iyulni oxirida nima gaplar? Tashvishlanishlaringiz vaqtinchalik deb aytmoqda. Hamma narsa o'zini vaqtida, o'zini soatida kelish haqida kartalar gapirib bermoqda. Xo'p. O'tirmasdan harakat qilishingiz, sendan harakat, mendan baraka deganday, nimadirga intilishingiz, nimadirga qiziqishingiz, nimadirni boshlayotgan bo'lsangiz yoki boshlamoqdasiz yoki boshlab bo'lgan bo'lsangiz harakatdan to'xtamasligingizni, kartalarimiz aytib bermoqda. Pullar keladi, rizqlar joyiga tushadi, orzu-xayollardan kechib harakatda bo'lishingizni, harakatlaringiz samara, befoyda ketmasligini, asta-sekin barakalaringiz, hamma narsangiz joyiga tushishligini va iyun oyi boshlanishidan daromadlaringiz, ish yo'llaringiz, siqilishlaringiz ortda qolib, iyunning oxiriga kelib hamma narsangiz joyiga tushib ketishliklari haqida kartalarimiz sizga aytib bermoqda. Sog' bo'lasizlar.